Men o'ylab qarasam, ukamga nisbatan sal yomon aka ekanman. Sal unaqa ko'p emas. Mana misol sizlar akalar, men ukalarni eng kulgili qaysi sabab uchun urgansizlar? Men profilaktik ishlar yuzasidan deb ham uraveraman-da, tushunyapsizlarmi? Menga aqlli uka kerak emas ekan, bunday o'ylab qarasam. Chunki aqlli odam bitta qilgan xatosini kaltaygandan keyin qaytarib qilmaydi. Bu o'zi emas. Har safar ukamni urish uchun yangi pistirmalar o'ylab topish bu. 700 marta ukam tushunib yetdi, ertalab meni uyqudan turgizish bu uni ishi emasligini. Tushunyapsizlarmi? Bu o'rganib olyapti o'zi. Aqlli uka kerak emas deganim sababi, menga shunaqa uka kerakki, aka, men iPhone 10 ga tog'layapman deyish kerak, lekin ushab ko'rishni nazarda tutish kerak-da. U ishlatib ko'rish qachonki men iPhone 23 olganimda. Shuning uchun ham ukalar yosh katta bo'lgani sari kamroq kaltayishni boshlaydi, bilasizlarmi? Yosh katta, qari chol aka-ukalar bir-biri bilan urushmaydi. Chunki akalarni kaltagi ta'sirida ukalar odamga aylanish xususiyatiga ega. Zo'r gap bo'ldi. Shu gap uchun ham bitta ursam bo'laversa kerak.